qildingiz, nima ish qildingiz, uning nimaga foydasi bor? Bu kilon qilish degan zot qanday degan gapdi. Bu g'o'jara degan shuni qilgan ekan differentiation bo'lgan ekan ko'paydi. Biroq stem cell уже qolmaydi. Bu boshqa nimada bo'lib ketadi. Boshqa narsa o'zgaradi. 20 yil burun shu chashqanda biz ishni chiqarib nimada shu Petri dishda o'stirgan. Bu bo'lmasa hech kim bilmasdik biz 10-15-20 ming jin bor, biroq 90%ni bilmaymiz. Nima qildi bu jin, nima bo'ldi, buni evatsaq nima bo'ldi deb. Shu stem cell bizga yordam qildi. Endi hozircha 10 ming jinni bizni bir tavdan yo'qotib qarab tashqanda nima bo'ldi, qayerga yetmaydi. Qilib qarab biz shu iç jinniki function bilmizda bo'lmasa bilmasdik nima qilgan. Shu u dedim ki shu 20 yil bo'ldi. Bir yil shu 3 nimaga scientistga Nobel Prize berdi. Shu stem cell chiqarganlar. Tashqaniki. Yutada ishlaydi. O'zimizniki qayda biz shikillik bo'lganda biz stem cell bo'ladi. Hozir biz cho'ng bizda yo'q stem cell. Shuni biz necha yil bo'ldi izlayotgan. Biz shu patient qolmish og'ir odamga hechniki embrion stem cellni qaydan chiqarib beramiz. Uni shu hozircha cho'ng odamda hech qanday stem cell yo'qsa, bu cho'ng nima adult stem cell bor, qonuniy stem cell, biroq embrion stem cell yo'q. Shuni biz reprogram qilamiz deb maqsadimiz bor. Oldu. Maymun yakın olgandan keyin maymundir qan. Shuni biz o'sha klonning biz maymun klon qilamiz nimda biz biroq shu tuxumning nukleusini silib reprogram qilib eng kichikna nima shikillik embrion bo'lganda stem cellni chiqarib. Yani bu degan nimniki o'sha og'ir qadamning terisidan kelgan bo'lgandan keyin shu o'ziniki 100%. Bu ham stem cell o'shadanki o'sha og'ir qadamniki o'ziniki. Boshqa zaxlarga o'xshaydi. O'xshash. Endi o'sha stem cellni yurakmi boshqa birlarniki celllarni yasab. Lekin bayon siz stem cell degan shu shikillik bo'lgandalar yo'qolib ketdi dedingizda. Shunda olganda hozir menikidan stem cell chiqarmaysiz, qanday chiqarasiz? Shuni biz bizni reprogramming deymiz. Buni programmasini o'sha nimniki terniki bir tal cellni elib, buni embrion qilamiz, embrion. Uni qilgan uchun biz boshqa odamniki tuxumini elib, shu tuxumning ichidagi nukleusni chiqarib o'tamiz. Uni shu terniki nukleusini solamiz. Bu solgandan keyin bu tuxum xizmatda o'ziniki emas degan. Biroq reprogramming qilaverdi. 3-4 kundan keyin bu teri bo'lmaydi, fibroblast. Bu embrion bo'lib qoldi. Shu early embryo cell. Ashtaqa reprogramming deganda bu stem cellni chiqarish. Ashtaqa bu lekin u yerdan chiqarilgan stem cellni boshqalarning tuxumiga sat qo'ygandan keyin yani mening stem cell bo'lmadi-da, uning boshqa tuxumdan keyin ma'lum alaydiliklar kirib qolgan mumkin. O tuxumdan DNA keldi, mitochondria degan DNA. Biroq u function is not too much. Moshaqcha u tuxumdan kelgan DNA nimaga nitmaydi? Immune rejection. It doesn't play much at all. Klon stem cell qilgan o'zimizning o'xshash. Boshqaga o'xshash. Har bir nisi 100% nuclear DNA. Hozir stem cell degan g'ol hujayra bo'ldi-ku. Bir odamda faqat bir g'ol hujayra bo'ladi vaqtida. Shu stem celldan faqat birsi bo'ldi degan gapmi? Stem celldan nurg'uni bo'ladi ekan. Lekin u stem cell deganda shu haliqa siz to'ralma alatdagi vaqtimizda dastlab tug'ilgan vaqtda shu vaqtda mavjud bo'ladi ekanda. Shu deyman, shu bir xil bir islam emas, nurg'un ham bo'lishi mumkin. Shu vaqtdan keyin hamda yo'qolib ketadi-ku hamda. Keyin boshqa narsaga taraqqiy qilib ketib yo'qolib ketadi.
vaqtida shu eng dastlabki shu stem cellni odam tug'ilgan vaqtidagi hamda shu stem cellni chiqarib olsa, bundan keyin boshqa sellar qo'shganda, masalan, yuraknimi ashunday yasab chiqil bo'ldi, qo'lnimi shuni yasab chiqil bo'ldi degan gap. Durust. Endi biz qilganimiz, biz hozir cho'ng, bizniki qo'sh kezimiz yo'q. Biroq biz o'zimizniki shu bir tavnimni kletkin selni reprogram qilib, o'zimizniki stem cell chiqimizda. Soatni kayniga yandurdoq degan gapda. Bir tavni elib, bir tavni meniki hozir 40 yosh bo'lsa-mi? Meniki cheramniki kletkasi 40 yosh. Biz uni kayniga burab 3 kunlik qilamiz. 3 kunlik holatga keltiradigan gapda tug'ilib odam 3 kun bo'lgan vaqtidagi holatga keltirib, shu vaqtdagi stem cellni chiqarib olamiz. Vaqtida shu vaqtdagi stem cell, embrionik stem cell shu vaqtda bo'ldi. Bo'lmasa, ya'ni 3 kundan keyin yo'qolib ketadi-da. U stem cell hamma narsaga o'rtaq bir xil bo'lamdi yoki masalan yurakning stem cellsi bir xil, qo'lning stem cellsi bir xil. Durust. Bu stem cell degan har turli bo'ladi. Embrionik degani eng birinchi stem cell. Biz buni tuxum bo'lsa, bu urug'ga kirganda tuxum birinchi embriyo bo'ldi, bir cell. Onunki bu 2 cell bo'ldi, 4 cell, 7, 8 yoshga ketaverdi. 15 bo'lganda har bir tavash selli hamma nima qilgan bo'ldi. Hamma tissue organs. Birmuncha tissue'da bizning terimizda stem celllar bor, biroq embrionik emas. Kesib olsa sahiy ketadi-ku. Bu sahiy nima? Stem celllar shu nimada. Biroq o stem celllar teril qildi, boshqa hech narsa qilmaydi. Nurg'un yerimizda bu stem cell yo'q. Amashqa biz shu embrionik stem cell qilsa, u embrionik stem cell hamma nima bo'ldi. Neyronmi, yo yuraknikimi, yo qonnikimi hamma. Bundan keyin aşağıdaki embrionik stem cell asosan qaysi stem cell yurakning qaysi stem cell boshqa a'zoni deganda arvog'ili bo'ladimi? Belgili bo'ladimi? Hozir uni adult stem cell deydi. Cho'ng odamniki stem cell bo'ldi. Tipatida hozir shu buncha nimniki muscle-niki stem cell bo'ldi. Lekin siz masalan maysning chashqanniki deb butunlay bilasiz shundami? Onun için tadqiq qildik. O'shalardan keyin chashqanniki stem cellniki qaysi chashqanning yuragi bor bo'ladi, qaysi chashqanniki jigar bo'ladi deganini siz bilib qo'ydingiz. Hammasini emas, biroq bilamiz nurg'unni, ko'psini bilamiz. Biz bilamiz, qaraymiz shu uni chashqanniki genom, uni odamniki, qaraymiz qaysi genlar o'xshaydi. Kichkina nimasi bor, o'zgarishi, biroq bilamiz o'xshaydi. Biroq biz adam bo'lgan keyin nurg'un chashqan emasda. Chashqan emasda. Nurg'un bizniki genlarni biz bilmaymiz. Bu nim qildi bu gen, qanday ishlaydi degan chashqan qaraganda murakkabda. To'g'ri. Xeyli tushunib qoldingmi? Demak, klon qilish degan shu gapmanda. Klon degan terniki bir tav selni elib, yana tuxum qilsa, u tuxum urug'i yo'q, biroq buni aktivate etamiz. U embriyo bo'lib qoldi. Xuddi shu normal embriyo bo'lgandek. Mumkin bu embriyoni salsak, допустим, uterusga. Bu embryo, bu implant, it could be organism, it will be born.